Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Siz bilan Zamon qahramonlari ko'rsatuvining navbatdagi soni va bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni tibbiyot sohasida yutuqlarga erishgan Toshpo'lat va Gavharshod begim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rsatuvimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Xush kelibsiz. Talabgorlar uchun katta rahmat. Marhamat, o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Men Toshpo'lat Gavharshod begim, hozirda Buxoro davlat tibbiyot institutining 6-kurs pediatriya talabasiman. Bundan tashqari Buxoro volontyorlar maktabi mentori va YouReport yoshlar harakatining bosh koordinatoriman. Bilamizki, tibbiyot sohasida sezilarli yutuqlaringiz mavjud. Mana shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Tibbiyot sohasida hozirgacha bo'lgan eng katta yutuqlarimdan biri bu Ibn Sinon doimiy davlat stipendiyasi yutib olganman dekabr oyida. Bundan tashqari Turkiya va Rossiya federatsiyalariga mobillik almashinuv bo'yicha borib kelganman va xalqaro konferensiya va xalqaro olimpiadalarda ishtirok etib, 1-, 2-, 3 o'rinli diplomlarni qo'lga kiritib qaytganman. Yuqorida to'xtalib o'tdingiz. Buxoro volontyorlar maktabi va YouReport volontyorlar harakatida koordinator va mentor sifatida faoliyatingizni shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Ilmiy ishimni boshlagan paytim volontyorlikka ham qiziqqanman. Eng birinchi volontyorlikka qadamlarimni o'zimni institutimdan, yoshlar assotsiatsiyasidan boshlaganman. Undan keyin 2024-yil sentyabr oyida bo'lib o'tgan Futsal World Cup'da volontyor sifatida ishtirok etganman. Undan keyin har xil volontyorlik tajribasiga ega bo'lganimdan so'ng dekabr oyida YouReport bosh koordinatori bo'lib tan olinganman. Undan keyin ham volontyorlikda bir nechta aksiyalarni olib borganmiz. Bolalarga sovg'a ulashish yangi yil mo'jizasi aksiyamiz dekabr oyidan yanvar oyigacha olib borilgan. Gematologiya va onkologiyada yotgan bolalarga biz hadya ulashdik, ularni yangi yil shukuhi bilan tabrikladik, bo'lishdik. Bundan keyin fevral oyida Eko-avlodga taklifnoma olgandim. Eko-avlodni birinchi mavsumida Umriya bilan birga borib tanishganmiz va mavsumni oxirgi kunlarida mentor sifatida tan olinganmiz. Undan keyin esa mart oyida Buxoro volontyorlari forumi organizatori bo'lib chiqib, chiroyli boshqa viloyatlardan mehmonlar chaqirib, chiroyli o'tkazganmiz forumni. Va shu bilan hozirda targ'ibot ishlari bilan bandman. Judayam yaxshi. Barchamizga yaxshi ma'lumki, har bitta yutuq, g'alaba ortida albatta mashaqqat yo'li, ya'ni qiyinchilik turadi. Siz mana shu natijalarga erishguningizgacha sizda qanday mashaqqatlar yotadi va qanday mehnat yotadi? Mana shu haqida ham ozgina to'xtalsangiz. Bu mehnatimni albattaki eng birinchi o'rinda o'zim harakat qilganman. Harakat qilishimni maqsadi doimo o'zimga aytganman, bundan ham ko'p, bundan ham ko'p, bundan ham ko'p. Masalan, nimagadir erishganimdan keyin o'tirmaganman, erishdim, bo'ldi, yetadi deb. Faqat o'zimdan teppa turadigan yoshlarga qaraganman, teppa turadigan maqsadlarga qaraganman. Nima desam, 1-, 2-chi kurslarda qiyin bo'lgan, chunki oilamizdan eng birinchi medinstitutga kirgan, tibbiyot sohasiga qadam bosgan odamlardan men edim. Hech kim yo'q edi. Anatomiya, histologiya nimaligini bilmasdim. Kirib kelganimdan keyin adaptatsiya bo'ldi. Tanishganimdan keyin уже 3-, 4-chi kurslarda ilmiy ishimni boshlaganman. Ilmiy ish boshlash uchun eng muhim qadam bu ilmiy rahbar topish bo'lgan. Ilmiy rahbaringizni topdingizki, ishoning, sizga doimo yordam beradigan odam bo'lgan payt maqola ham yozib bilasiz, boshqa ishlaringizni ham uddalab bilasiz va ilmiy sohaga kirib ketganimdan keyin konferensiyalar boshlandi, olimpiadalar boshlandi. Shuni orqasidan Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya federatsiyalariga bir necha marotaba borib kelib, u yerda faxrli o'rinlarni
olib kelganman. Bir o'zim ba'zida borganman, ba'zida delegatsiya bo'lib borganmiz. Kuni kecha Moskva shahriga 44 ta student talaba bo'lib borib ishtirok etib keldik. Masalan, bundan tashqari aytmoqchimanki, o'zingiz tanlagan sohaga mehr qo'ysangiz, o'zingiz tanlagan sohani yaxshi ko'rib qolsangiz, qancha mehnat, mashaqqat qilsangiz ham sizga yoqaveradi demoqchimanda. Qiyinchilik tug'dirmaydi. Xato qildingizmi, bu xatoyingiz siz uchun katta tajriba bo'ladi. Tajriba esa o'sishingiz uchun Bitta turtki bo'ladi. Yordam beradi juda. Nega aynan tibbiyot sohasini tanlagansiz va bu sohani tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Yoshligimdan tibbiyot sohasiga qiziqqanman. Bilmayman, birinchi, ikkinchi sinfda ham so'rashsa, kimga o'qishsan deyishsa, 9 etажli klinikam bo'ladi, doktor bo'laman deb yurganman. Keyin men shunchaki tibbiyotni tanlamaganman-da, men imенно bolalar bilan ishlashni tanlaganman. Pediatriya sohasini tanlaganman, chunki bolalar bilan yaxshi kelishaman, bolalar bilan ishlashni yaxshi ko'raman va keyinchalik magistratura, ordinatura yo'nalishim ham bolalar nevrologiyasi bilan bog'liq bo'ladi. Birinchi, ikkinchi kursda nevrologiya bilan qiziqqanman, chunki yildan yilga imенно nevrologiический kasalliklar ko'payib ketyapti. Telefon rivojlanyapti, televizorda YouTube ko'rishyapti bolalar, ko'chaga kam chiqishyapti. Shuni hisobiga har xil kasalliklar, nevrologический отклонение, autizm rivojlanib boryapti, ko'rib turibsizki. Shu uchun shunchaki ularni davolash emas, vaqtdan oldin diagnostika qilib, profilaktika ishlarini olib bormoqchiman. Boshqacha gap bilan aytganda, neyroreabilitatsiya bilan shug'ullanmoqchiman. Aynan ko'pchilik mana shu soha vakillarida mana shu sohani tanlamasdan oldin qo'rquv bo'ladi. Sizda bu qo'rquv bo'lmaganmi? Qo'rquv hozir ham bor. Qo'rquv yo'q joyda o'sish bo'lmaydi menimcha. Chunki siz aytsangiz, men qilib bilaman, men shunga erishaman desangiz, to'g'ri, boshqalar uchun aytishingiz mumkin, lekin ichingizda o'zingiz bilan o'zingiz qolgan paytingizda qo'rquv albatta bo'ladi, chunki siz odam bilan ishlayapsiz. Chunki to'g'ri, Siz bank kerak emas, siz kechirasizlar-yu, lekin bankda o'tirmaysiz, boshqa ish bilan shug'ullanmaysiz, siz tirik odam bilan gaplashib, tirik odamlar bilan ishlaysiz. O'sha uchun qo'rquv doimo bo'lishi kerak. Albattaki qo'rquv kamayishi mumkin, lekin hech qachon butunlay yo'qolib ketmaydi. albatta. Oila a'zolaringiz faoliyatingizga qanday qarashadi? Qiz bola bo'la turib, shuncha davlatga borgansiz, shuncha yutuqlarga erishgansiz. Bu borada oila a'zolaringizning fikri qanaqa? Rostini aytaman, respublika miqyosidagi bo'lgan konferensiya, olimpiadalarga rozilar. Doimo bormoqchi bo'lsang bor, o'rin olmoqchi bo'lsang o'rin olib kel, tayyorlan deb o'tirganlar. Lekin birinchi chet elga O'zbekistondan tashqariga chiqishimdan oldin biroz qarshi bo'lgandilar, chunki menga ishonsalar ham atrofdagilarga ishonchlari kamroq desak ham bo'ladi. Lekin bir marta chiqib kelgandan keyin, hammasi yaxshi bo'lganini ko'rganlaridan keyin rozi bo'lganlar. Akam ham hozirda tibbiyot talabasilar. O'qishi ham ko'pincha chet elga men bilan birga chiqib kelganlari uchun ota-onam unchalik ham qarshilik ko'rsatishmagan. Lekin yaqinda magistratura, ordinatura sohalari bo'yicha 6-kursni bitirganman, bilasiz. Topshirganman grant kvotalarga. Rost sotrudничество kvotasini birinchi o'rin O'zbekiston bo'ylab birinchi o'rin maksimal ballni olganimdan keyin ko'rishgan. Juda ko'p tabriklar eshitdim, chunki birinchi o'rin olish hammaga mas deyishdi. Qurbimiz yetgancha yordam beramiz deyishdi. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz deyishdi. Turkiya davlatiga ham yutib olgandim. Magistratura yo'nalishi bo'yicha Turkish scholarship
u bo'yicha ham hali o'ylab ko'ryapman, boramanmi yo'qmi. Va bilasizlar, hozir STEM sohasi bo'yicha qizlar uchun juda ko'p grant kvotalar bor. Va shu podkastni qiz bolalar ko'rayotgan bo'lsa, STEM sohasida o'qiyotgan bo'lsalaringiz, qidirib ko'ringlar. Ishonaman, sizlar ham chet elga chiqib kelib, chet elda internship, fellowship or magistratura sohalarida o'qib kelishlaringiz mumkin. Suhbatimiz davomida bir nechta yutuqlaringiz haqida to'xtalib o'tdingiz. Mana shunga qanday ulgurasiz va mana shu yutuqlarga erishishda siz nimadan energiya olasiz, nimadan motivatsiya olasiz? Motivatsiyam bu o'zimni ustimda ishlash uchun. Chunki kelajagim porloq bo'lishi uchun bilamanki, men bugun ishlamasam, ertagi kunim to'xtab qolishi mumkin. Nima demoqchiman? Doimo izlansangiz, doimo o'zingiz ustingizda ishlasangiz, ko'pmi, kammi, har kuni bitta yoki ikkita qadam bossangiz, bu уже ertangi kuningiz uchun, ertangi siz uchun katta o'sish bo'ladi. Nima demoqchiman? Srazu bo'lmagan, hammasi qadam qadam. Aytaylik, birinchi, ikkinchi kursimda ulgurmasdim. Birinchi, ikkinchi kursimda aytsangiz, 6-kursdasan, bu bo'lasan desangiz, men ishonmasdim. Уже 3-4 kursdan kam shu activity deyiladi, sohalarimni ko'paytirib bo'lganim uchun hozir 6-kursga kelib hammasini o'rganishim mumkin. Bundan tashqari, meni yonimda doimo do'stlarim bor, doimo ota-onam borlar, doimo aytib turadilar, "Davay Gavhar, uyda o'tirma, xohlamoqchi bo'lsang qilgin, xohlasang qilgin, eshasan." Masalan, stipendiya topshirishimdan ham oldin mendan ham kuchli talabalar topshirgandi, lekin ota-onam aytgandi, "Topshirmoqchimisan, topshirib ko'r. Yutasan, yutuq seniki, yutmasang hech qisi yo'q." deganlar. Har doim shunaqa gaplarni eshitib turib, motivatsiya beradigan odamlarning yonida yurib, energiyam shundan oshgan. Shularga qarab. Ajoyib. Tengdoshlaringizga va shu sohaga qiziquvchi yoshlarga nima maslahat va tavsiyalar bera olasiz? Sohaga bog'liq. Tibbiyot sohasiga qiziqayotganlar bo'lsa, ilmiy konferensiyalarda ishtirok etmoqchi bo'ladigan, ilmiy tadqiqotlar olib bormoqchi bo'lgan talabalarga aytib olamanki, birinchi o'zingiz yoqadigan sohani tanlang. Sizga yoqadigan soha bo'yicha ilmiy rahbar toping va birinchi, ikkinchi kursdan boshlab harakat qilishni boshlang. Universitetda, institutda juda ko'p professorlar bor. Ularning yonlariga borib, iltimos meni oling desangiz, hech kim sizga yo'q demaydi. Ijtimoiy volontyorlik haqida gapiradigan bo'lsak, bu shunchaki xohish yetarli. Volontyorlik bu qiyin ish emas. Shunchaki xohish bo'lsa, yoshlar markaziga kelasiz. Bizning Buxoro volontyorlar maktabini bitiruvchisi bo'lib chiqishingiz mumkin. Sizga qanchadan qancha sertifikatlar beriladi. Xohish, istak. Boshqa grant yutish, chet elda o'qib kelish yoki chet elga chiqib kelish haqida gapiradigan bo'lsak, bu albatta til bilish kerak. Ingliz tilini bilsangiz, Yevropa siz uchun ochiq. Hozirda Germaniya uchun ham juda ko'p grantlar mavjud. O'sha uchun nemetskiyni B2 darajasigacha yetib borsangiz, bu yetarli deb hisoblayman. Rus tilini bilsangiz, SNG davlatlariga siz uchun dostуп VIP desam bo'ladi. Shuning uchun til o'rganing, o'z ustingizda ishlang va hammasiga erishib bilasiz. Gavhar Shodbegim, siz bilan ajoyib va maroqli suhbat bo'ldi. Tashrif va suhbat uchun sizga tashakkur. Sizga ham katta rahmat Umriyat, taklif qilganingiz uchun. Niyat qilamanki, bugungi uchrashuvimiz yoshlar uchun foydali bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, ilm olish va izlanishda hech qachon to'xtamang. Keyingi qahramonimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting.